Xo'sh, hammaga salom. Bugun sizlarga Germaniyada kimga qiziq bo'lsa, BYDlar narxini ko'rsataman. Sizlar ham sara bir qadriga yetishinglar uchun, O'zbekistondagi narxlar uchun. Xo'sh, bizda Germaniyada taxminan 8 ta modeli, 2 ta gibridniy, где-то 6 ta elektrический modellari bor. Bu yangi chiqqan Seal 6, bu Seal U deyiladi bizda. Adashmasam o'zimizda O'zbekistonda bu chempion bo'lsa kerak. Mana buni narxi o'shalar yaxshilab qaraveringlar. 160 kilovatli bu gibridniy modeli skidkada 40 ming yevroga sotilyapti hozir. 40 ming yevro degani deyarli 40 ming dollar. 44 ming dollar degani. Ishlari, salonlari. Oddiygina oq salonda, adashmasam Toshkentda bu modellar tiqilib yotibdi. Juda katta mashina ekan, lekin bizning Germaniyaning yo'llariga mani mashinam bundan ancha kichkina ko'rinar ekan. Tak, bu xullas Seal U dizayn degani gibridniy modeli. Xullas keyingisi mana bu o'sha Seal 6 bo'lyapti. Yaqinda chiqib kelgan bu modeli. Oldidan ko'rinishi mana. O'sha narxlari komfortniy, bu eng oxirgi pozitsiyasi bo'ladi. 44 ming yevro. Ya'ni deyarli salkam 50 ming dollar. Salonlari buni lekin salon cho'ti sal premiumliroqga o'xshayapti. Anu chempionga nisbatan, ya'ni Seal U ga nisbatan. Bizda nimaga ham shu Seal da birinchi bo'lib kirib ketilgan, nomini nimadan Seal qo'yishgan g'alati. Ya'ni ruschaga tarjima qilsa, endi o'zbekchada bilmayman, ruschada morskoy morj bo'ladi deyarli. Orqalari mana universal kuzovda. Germaniyada bilsanglar agar, bizda ko'proq universallarni qadri kattaroq. O'shaning uchun buni sedan varianti bizda yo'q. Bu esa Atto 3. Atto 3. Sharamnaqa. Yuan haqida bo'lar deyiladi, adashmasam bizda. Bu ham oxirgi pozitsiyasi 60 kilovatli zaryadka ekan. 29.600 yevro. Endi buni sal o'sha Sakoyo sal mani nazarimda bu sal tezkirroq variant ekan. Mana g'alati gitara strunalarga o'xshab. Lekin baribir bu mashina ham Germaniyaning ko'chalariga anchagina katta parkovka bunga topish muammo bo'lmasa kerak. Orqalarlar. Xo'sh, sizlarga keyin oxirgi oddiy Sealni ko'rsataman, oddiy Seal. Bu eng birinchi bizga kirib kelgan Seal, bu полностью elektrический bo'ladi. Adashmasam komfortida bu sredniy pozitsiyasi skidkada 37 ming yevro bo'lyapti. Ko'rinishlari lekin juda sportivniy. Oq salonda. Oppoq salon. Hammasini panoramasi bor. Ko'rinishlariga gap yo'q lekin. Juda молодежный, lekin ko'chada bu mashinani uchratmaysiz. Nemislar uchun juda ham noqulay bunaqa mashinada yurish. Xullas shu oxirgi model edi. Ko'rganinglardek. 2 ta elektrический, 2 ta gibridniy mashina taklifda bor. Ya'ni eng arzoni 30 ming yevroga to'g'ri kelyapti. Eng qimmati 40 ming yevro bo'ldi. Eng qizig'ini aytaymi? Mana Mercedes salonida sotilib turibdi shu BYDlarimiz. Mercedes ichida sotyapti. Brabus, Mercedes
gap yo'q lekin. Ya'ni bu BYD ning klassi Mercedesdek ekanda yoki Mercedes javobgarligini olganmikin bularni distributsiyasiga bo'tdi. Mana hali ko'rib chiqqan mashinalarim. Ana yana bittasi turibdi, lekin cho'ta ichida ko'rmadim. Bu C-Line 7si. Bu 400 necha gram ot kuchli. Narxini qarab ko'rdim, buni 60 mingga yaqin turgan ekan. Lekin bu ishchilarnikidan ekan bu. O'zi nomerlar taqilgan. O'zimni toychog'im. Anaga. Shunaqa gaplar.